Azizlar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Yana bir bora diydorlashib turganligimdan xursandman. Yaxshi niyat, yarim davlat. Bir do'stimizni onalarni quvontirish uchun ko'chasi 7-xonadon, ya'ni fursatlarda keldik. 3 tumandamiz. Rahima xolamizni qutlashlik uchun avval ham bu onaga quvonch ulashgan edik. Bugun esa yana qayta quvonch ulashlik baxtidamiz. Har bir insonga mana shunday go'zal kunlar nasib qilsin. Video davomida biz bilan qanday ilg'lik bo'ladi, qanday so'zlar, qanday tilaklar bo'ladi, qiziq bo'lsa, bittadan like bosib videoni boshladik. Hoji onam, jon onam, mehrlarga boy onam, baxtimga siz bor bo'ling, o'zimning tanishda onam, hoji onam, jon onam, mehrlarga boy onam, baxtimga siz farzand uchun boyim onam, baxtimga siz bor bo'ling onam, o'zimning hoji onam, baxtlarga boyim onam, umidjonning boyligi onam, baxtimga siz bor bo'ling onam, o'zimning hoji mehrlarga boyimam, yuzlarga kiring jonim onam, o'zimning hoji onam, jon onam, boy onam, mehrlarga boy onam, baxtimga siz bor bo'ling, o'zimning hoji onam, yillar davraga aytadi davlar, aka yurgar opa singillar, davrani keng oling ey mehribonlar, bugun onajonim tug'ilgan kuni, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz, yuzlarga kiring mehribonlar, baxtimga siz bor bo'ling, o'zimning hoji onam, tabriklaymiz boy onam, baxtimga siz bor bo'ling onam, yuzlarga kiring jonim onam, o'zimning hoji onam, quyosh qadar mehrning nuri, gullar sochar shirin nifori, bizlar uchun eng mehribon zot, bugun onam tug'ilgan kuni, quyosh qadar mehrning nuri, gullar sochar shirin nifori, bizlar uchun eng mehribon zot, bugun onam tug'ilgan kuni, bugun onam tug'ilgan kuni, bugun onam tug'ilgan kuni, bizlar uchun eng mehribon zot, bugun onam tug'ilgan kuni, quvonaman duosidan, g'amlarning yo'qligiga, aziz jonimning aylansin onamning bir shodligiga, onam onam jonim onam, onamning bir shodligiga, shodligi dil damollarim, avjidadur namolarim, shodligi dil damollarim, avjidadur namolarim, baxtim shoddur, baxtim
shodligiga. Onam, onam, jonim onam, onamning shodligiga. Oyoqlarida yurib tursin, ko'zi doim kulib tursin, bizni duo qilib yursin. Baxtimga meni onam, baxtimga meni onam. Oyoqlarida yurib tursin, ko'zi doim kulib tursin, bizni duo qilib yursin. Baxtimga meni onam, baxtimga meni onam. Munis kelam mehribonim, yuzlari nurli onajonim, yuzlarga kiring mehribonim. Baxtimga meni onam, baxtimga meni onam, baxtimga meni onam, baxtimga meni. Yaşak. Assalomu alaykum. O'tiringlar, Rahima xola. Eslaysizmi? Qayta aytgandim. 100 yoshlarga kirganingizda ham kelishlik, baxt ulashlik, mana shu baxtli menga qayta nasib qilsin degandim. Bugun bir narsadan baxtiyorman, Rahima xola. O'tgan gal xafa bo'lganman. Undan oldingi safar xafa bo'lganman. Bu safar xursandman. Sizni quvontiryapman, lekin o'zim xafa bo'lgandim. Xursandchiligimning bitta sababi bor. Xursandchiligimning bitta sababi do'stim bugun bag'ringizda. O'tgan safar Sherzod akamga, Umidjonga sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlash nasib qilgandi-da. Umidjonga nasib qilmagan. Bugun esa ana shu baxt Umidjonga nasib qilib turibdi. Endi bu safar esa bu narsa Sherzod akamga armon bo'lyapti. Akam musofirchilikka ketib qoldi. Bugun quvonchli kuningiz. Ayni fursatlarda eng baxtli ona kim? Hammamiz bizdan baxtli onamiz. Hammamiz tinchlik, omonlik, hamma baxtli ona ilohim. Niyat eshitishga tayyormisiz? Yaqinlardan? Hammamiz Alloh. Kattalardan boshlaylik. Birinchi eng katta sizmi? Opamdan boshlaymiz. Qani? Niyat juda yaxshi ko'ra oladi, Rahima xolam. Assalomu alaykum. Uzoq bo'lsin, rizqlaringiz baland bo'lsin, turmuchlaringiz sog' bo'lsin. Gizaralar bundan ham ko'pgina cherib yurish Alloh nasib qilsin. Xatolarimizdan xato qilmasin. Xudo mana 3 ta sigir bittayini ko'pgina bo'lib yashab yurish Alloh nasib qilsin bolam. Yaxshi joylarda uchrashishingizga ham nasib qilsin. Topgan pullaringizga Alloh barakalarni berib, tagingizdan shamol o'tib yursin. Turpoq olsangiz oltin bo'lsin bolam, oltin beshingiz omon bo'lsin. Allohu akbar. Niyatlaringiz Rahima xolamdagi. Deyman Xudo 64 yoshga o'tdi, 63 ga kirib, bu yoshlardan ko'pgina yoshlarga kirib yursin. Baxtimizga ota-onamizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Yana ikkita inimiz ham o'tib ketdi, ularni ham Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Ishlari o'ngidan olsin, murodiga, savdalari oldiga bosib, yana hajlarga borsinlar. Amin. Allohu akbar. Hajga borsin dedingiz, mana hajlarga berib keldilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Umrlar uzoq. Mana yana bir bor Xudo xohlasa. Berib keldilar hajga. Niyatlaringiz aka? Hop, niyatim mana Rahim opam avvalambor tug'ilgan kunlar ekan. Ilohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rayin opajonim. Ishlaringiz oldiga bossin. Nevaralarni baxtini, kamolini ko'ravering opajon. Yana yilga, shu yilga iloji bo'lsa yana hajlarga birga borish nasib qilsin opajon. Ilohim. Aka, niyatlaringiz. Assalomu alaykum. Hammani xush kelibsizlar. Opam tug'ilgan kuniga hojonani, hojona umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz baland bo'lsin, bolalarni baxtiga sog' bo'ling. Amin. Ilohim. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Mana shundoq chiroyli tabarruk xonadonga kelgan barcha mehmonlar va mezbonlar hammani xush kelibsizlar. Avvalambor shu tantanamiz sababchilari opajonim, hojonamizni tug'ilgan kunlar ekan. Bunaqa yoshlardan ko'pgina yashasinlar. Alloh umrlarini uzoq, rizqlarini baland, turmushlarini sog'lom qilib, bizni boshimizda bosh bo'lib yurishlarni Alloh o'zi nasib qilsin. Hammamizga bosh bo'lib yurishlarni so'raymiz Allohdan. Hamisha hajlarga borgan bo'lsalar, umriga bundan baqsa katta hajlarga Alloh o'zi nasib qilsin.
Qodir Allohim hammamizni boshqatdan yana boshqatdan bo'lishga nasib qilsin Parvardigor. Ilohim, ilohim. Amin. Aytganingiz kelsin. Opa, Rahim opa, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Doimo bizga bosh bo'lib yuring. Farzandlaringizni kamolini ko'rib, nabiralaringiz kamolini ko'rib, yana hajlarga, umralarga borish nasib qilsin. 30 yoshga kirganingizga endi 34 yil bo'libdi xolos. Bunaqa yoshlarni ko'pginasini ko'rib, 80, 90, 100 larga kirib yuring. Yuz bilan yuzlashib yurganingizda, yuzlashganingizda ham mana shunaqa dasturxonlarda o'tiraylik. amin, amin. Ilohim, ilohim. Kecha to'g'ri. Ayniqsa mani vaqtimga. Men musofirman bilasan. Yo'q, marhamat. Hammamiz bitta bitta oilamiz. Kutdiksizlar, rosa kutdik, bearmon kutdik, yashadik. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Mana vaqtimga bolalarimni, o'g'lingizni baxtiga be. Yashang, rahmat. Katta. Nima niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. Bundan keyin katta hajlarga borish bizga nasib qilsin. Ilohim. Mani kechiryapti. Ulug' ayol kunlarda turibdi. Mashincha odamlarni Sizdan manda yaxshi yomon gap o'tgan bo'lsa, bilib bilmay qilgan bo'lsam, unajon sizni sog'indim. Siz yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Kechiring. Kechirdim. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, tanjaningiz sog' bo'lsin baxtimizga. 100 yoshlarga kirib yurganingizda ham birga hajlarga berib yurish nasib qilsin. Baxtimizga davom sog' bo'ling. Qani o'g'illar ashana turib niyat bildirasiz. Keling, yana keling. Keyin qoldi ashana, bitta. Onajonim umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga ko'p yil yashaysinlar. Ilohim bunaqa kunlarni ko'pini hammamiz mana shunday nishonlash nasib qilsin. Har yili biz musofirda bo'lib, onajonimizni tug'ilgan kunlarida bo'la olmay, ancha yil nima bo'ldi da'olsa. Bundan bag'iga onajonim baxtimizni sog' bo'ling. Iloyo biz 100 yoshga kirganda ham siz ana shunaqa xursand bo'lib yuravering. Yaxshi ko'raman deb. Onajonim, jannatim menim. Jannatim onamda. Ey. Polis yo'q. Alloh baraka bersin. Dunyo turguncha tursin. Tamam. Kasal bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sizga faqat kulgurishga yarashadi. Shifo bersin har. Onajon. Ulug'bek. Abamlarning umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Yuzlarga kirsinlar. Ilohim. Yaxshi ko'raman. Ha, abamlar yaxshi ko'raman. Ha, bitta. Ha, ajoyib bo'ladi. Har kuni qishdan Charoski. Hamma tilagini eshitamiz, ha? Бабушка любимая, самая красивая, руки молодые, глазки молодые. Voy молодец, молодец. Qani yana kichkatdik. Ey, boqa keling. Oti nima edi buni? Rayhona. Yaxshi ko'raman. Achajonim tabriklayman. 100 yoshlarga kirib yuring. To'ylarimizda ham doim duolar qilib, tepalarda o'tiringlar. Amin, amin. Ke Davudxon. Aqlli bo'l. Hokim bo'lgin parvar. Amin. Bizga hokim bo'lgin. Hammamiz baxtimiz sog'lik, salomat bo'ling. Acha tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hajlarga bering yana bir marta. Kasal bo'lmang. Dunyo turguncha turing. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman. Ey, pulni qalaysan? So'rasanchi? Sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz bir. Qani kecha umid kenja to'yi. Sizni yaxshi ko'raman. Acha sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Voy yashang. Siz nimadir deysizmi? Buni olib turing, bir minut. Acha deb. Acha de. Ya biz yig'lamas ko'p. Betim Acha deb. Rahima xola, bugun yana bir bor sizni quvontirganligimizdan, ozgina bir kayfiyat ulashganligimizdan xursandmiz. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Xudo xohlasa 100 ga kirganingizda ham qayta kelaylik. Bugun necha yoshga kirdingiz sir bo'lmasa? 63 ga kirib 64 ga. Payg'ambar yoshi. Qalbingiz necha yosh? Qalbimiz 18 yoshda. Doim mana shunday 18 yoshda bo'lib yuravering. Uningiz uzoq bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling.